aroq ichmaslik, o'choqqa o'tin, qozonga go'sht, dasturxonga non, davlatga daromad, hamyonga pul, tanga kuch, uchiga kiyim-kechak, mingiga aql, oilaga farovonlik baxsh etadi. B. Franklin. Endi Nasriddin Hofiz afandining Aroq va nomrodlik nomli maqolasini anglitamiz. Bizda maslik, paslik, ishdim sharob, bo'ldim xarob deydigan gaplar bor. Mayli bu gapning ilmiy asosining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, doim aroq ichib masxush yuradigan odamlarning oilasida jidal qurmaydi. Chunki tapqan targini aroqdan oshmaydigan bundoq odamlarda na oilaning g'imi, na bolalarning tarbiyalanishiga ko'ngil bo'lishdan derak bo'lmaydi. Ularning oilasidan nomrodlik, ko'ngil og'riqi ko'tarilmagandan sirt, xotinlari, bolalari va urug' tuqqanlarini bosh ko'tarib yurolmaydigan qilib qo'yadi. Natijada bola to'ziydi, xotin ranjiydi. Urug' tuqqan va do'st birodarlar neri qochadi. Aroqkashlik tufaylidan oilada yuz bergan har xil qiyinchilik va besimlar ro'shan holda onaning psixikasi va ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatib, salomatligini og'ir darajada ziyon uchiradi. Bu xil turmush odati tabiiy holda o'sha oiladagi iqtisodiy uzukchilik va nomrodlikni keltirib chiqarib, oilaning buzilish va vayron bo'lishiga turtki bo'ladi. Vaqtning o'tishi bilan oiladagi nomrodlik va ruhiy jihatdagi zaiflik undoq kishilarni tushkunlashtirib, adab, axloq, sharm, hayo deganlardan hatto odamiylik tabiatdan yiroqlashtirib, hech nimaga parvo qilmaydigan bizang holatga keltirib qo'ydi. Buning bilan undoq odamlar chaqirilmagan ziyofat so'rinlarga boradigan, ulfatlar o'zaro o'ltirishgan so'rinlarga taptatmayli usib kiradigan, vodkalardan nesiga aroq ichib, xorilinib, ingrab yotadigan bo'lib qoladi. Qisqasi, davr yuksalayotgan, iqtisodiy raqobat kuchayib, kishilarning moddiy va ma'naviy jihatga talab ehtiyoji yuqorilayotgan, hamda sog'lomlik va uzun umr ko'rish yo'lida izlanayotgan mushundaq sharoitda jahondan bexabar holda yanada ochiq aroqni o'ziga ulfat qilib, so'rin o'ltirishlarda qirliq istiqollarga liqlab aroq quyib, qo'ldan qo'lga qo'shkat qilib ichib, o'z jismoniyatini vayron qilayotgan, ma'naviy jihatda zaiflashayotgan, iqtisodiy jihatdan tushkunlashayotgan, mol dunyolardan, uy bisoqlardan, hatto xotin bolalardan ayrilib, nomrodlikqa, xaru-zorlikqa duchor bo'lib, xonu vayron bo'layotgan o'sha odamlarning qismatlariga nima degilik? Nomrodlikdan qutulib, deyishni orzu qiladiganlarga, taqdirini o'zgartirishni o'ylaydiganlarga eng yaxshi chiqish yo'li bir. U bo'lsa-mu, boylik haqidagi tunishni yengilab, bilim, texnika o'rganib va shu bilim, texnikani jonliq ishlatalaydigan, aql, mangulik, hech kim tatib ololmaydigan, har qanday makon, har qanday zamonda boylik aylantirishga bo'ladigan o'lmas boylik degan ko'z qarashni tiklash. Pul topganda o'zining tarbiyalanishiga mablag' selish. Turmushdagi o'rinsiz chiqimlardan qo'l uzish. Isrofxo'rlikqa qarshi turish. Fransiyalik danglik yozuvchi Balzac aroqning insoniyatning eng ashaddiy dushmani ekanligi to'g'riliq to'xtalganda ogohlantirib mundoq degan ekan. Odam uchun vabo qo'rqinchli, ammo aroq uningdanmi qo'rqinchli. Shundoq. Aroq odamni ruhiy jihatdan zaiflashtirib, jismoniy jihatdan qirdan chiqaradigan, jamiyatdagi axloqsizlik va razilliklarning manbasidir. Haddidan tashqari aroqqa berilish hech qanday naf bermaydi. Aksicha, aqlni ojizlashtirib, salomatlikni nacharlashtiradi. Yanchiqni quruqlab, vaqtsiz o'limga elib ketadi. Yuqorida Nasriddin Hofiz afandining Aroq va nomrodlik nomli maqolasini anglatdik. Ro'z Muhammad Turdi anglatdi. Yoqtirib olganingizga rahmat.